Avvalambor assalomu alaykum. Migjon o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Aziz obunachi, mana shu Cobalt'imiz sroshin sotiladi. Puli juda ham yengil. Avto kredit deysizmi, naqd deysizmi akalar, juda ham narx arzon qo'yamiz. Kanalimizga yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bitta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Mehnatimiz qadrlasalaringiz. Aziz obunachi, bugun 12-yanvar haftaning dushanba kuni nasib qilsa mana shu Cobalt obzorini qilamiz. Mumkin 2023-yilda ishlab chiqarilgan Dilshod aka, 23-yili. 23. Ana, Dilshod akamizning Cobaltlari 23 deyapti, avtomat. Biz mashinani tan narxini 11.000 deyapti. 11.000 bo'lishi deyapti akamiz. Yana balki savdosi bo'lishi mumkin. Telefon nomerlarini o'zimiz ekran yozib o'tamiz. Avto kreditga $500 mana nomimizga qilib beramiz. Tan narxi 11.000, 2023 avtomat Cobalt uchun. Rangi oq, mana 4 ta balon mana ko'rishlaringiz mumkin. Saka mягкий balonda turibdi. Mana salon qismlaridan ko'rsatib o'tishim mumkin. Holatchasi zo'r mana avtomat. Yurgani 51.000 qancha yuribdi mashinamiz. Mana holati zo'r mana. Poliklari bor, tayyor mashina akalar. Hozir mana orqa kapotni ochib yuboring. Gazi bormi buni? Metani bor. Metani bor. Hozir mana gazlarni ko'rsatib o'tamiz. Orqasini bosib yuboring. Cobaltimiz akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, orqa qismlari mana zapaskalari hali tushmagan ekan. Holati zo'r. Mashinamiz mana metan gaz balonlari bor. Dilshod aka, boshlang'ich qancha mana qo'yib beramiz buni? Akalar, boshlang'ich to'lov qancha aka boshlang'ich? 500 mi, 600 mi? $500 bosh to'lovga 4.700 oylik to'lov chiqadi. Boshlang'ich to'lov akalar $500 mana avtokredit qilib beramiz. Oylik graflari 4.700 ana. 4.700 dan chiqargan oylik graflari 5 yilga. Boshlang'ich akalar $500 ga mana shu Cobalt'ni qilib berishimiz mumkin. 2023 yili. Buni krilosi mana qaysidan olsa kraskasi bor deyapti akamiz, fitnasi bor deyapti. Bemalol kelib ustoz bilan tekshirib olishlaringiz mumkin. Bemalol motor qolgan joylari gap yo'q, zo'r. Ikkitama ishta joyda fitnachasi bor akalar. Bemalol aloqa ochib ko'rasiz. Telefon nomerlarini ekran yozib o'tamiz. Telefon qilib ko'rasiz. Manzilimiz Samarqand shahrida akalar. Mana shu nomerni yozib o'tamiz, aloqa ochib. Aka, ikkita joydami? Ikkita joyda kraskasi bor, ha? Ikkita kapot kirnosda Fitna, strashniy udari yo'q. Strashniy udari ichiga o'tmagan deyapti akamiz. Tayyor metani bor. Holati zo'r ekan. Aloqa chiqarasiz. Shoshilamiz akalar. Srosh aloqa chiqamiz. Mashincha zo'r. Bomba ekan.